Xudodan qo'rqqan odam shunday ish qilmaydi aslidan deb o'ylab qarasa. Xudodan qo'rqqan odam elektrni o'g'irlab yoqadimi? Yo gazni o'g'irlab yoqadimi? Suvni o'g'irlab yoqadimi Xudodan qo'rqqan odam? Hech qanday xalq mulkiga, jamoat mulkiga xiyonat qilishlik haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Havla bint Amr radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadis sharifda shundoq deydilar: Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Ba'zi bir odamlar Allohning mulki bo'lgan jamoat, xalq moliga xiyonat qiladi. Qiyomat kuni ular jahannamga ravona bo'lishadi deb ogohlantiryapti. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qanday inson edilar? O'sha paytdagi katta bir musulmon davlatining boshlig'i, xalifasi bir mehmonlari kelganda shamni o'chirib, yonib turgan shamni o'chirib, boshqa shamni olib yoqdilar. Hayron bo'ldilar. Ey Amiral Mu'minin, sham yonib turdi, boshqa shamni yoqding. Sen kelganingda davlat ishi bilan, musulmonlar xalqi ishi bilan bandidim, davlat shami bilan ishlayotgandim. Endi sen kelganingda o'zimning ishimga ham, mening shaxsiy mehmonimga ham davlat shamini ishlatsam Allohning oldida qanday javob beraman dedilar. Ana Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Qo'rqaylik azizlar, bitta shamdan shundoq Amiral Mu'minin shu narsagacha taqvo qilyaptilar. Mana shu haqiqiy taqvo bo'ladi. Alloh taolo bizga mana shunday taqvoni nasib qilsin. Ana shunday taqvodor insonlar Allohning do'stlari bo'ladi.